Короче, Москва тут сама так. Katramat sanatkarlar mana shu davramizda harom aylaganlarning ham qo'llari hech qachon dard ko'rmasin deyman. Siz hayot emas, bilsangiz, izingizdan gullar unar yursangiz, olam yorishadi bir bor kulsangiz, latofat sohibi, go'zal ayollar, katta oiladan ona bekasiz, ro'zg'or deya ko'pda tashvish chekasiz, pokiza qalb muhabbatga egasiz, shoirlar she'rida g'azal ayollar, biringiz olima, biringiz dehqon, biringiz taniqli tadbirkor inson, xullas har jabhada o'z o'rningiz bor, el aro hurmati, go'zal ayollar, iltijo qilaman, doim sog' bo'ling, olamni yoritgan shamchiroq bo'ling, men bog'bon, siz esa go'zal bog' bo'ling, el aro hurmati, go'zal ayollar. Hurmatli azizlar, kelingizlar yana yubiley kechamizning bo'ladigan tabrik so'zini yubiley kechamizning qatnashchilaridan hurmatli singlimiz, qolaversa Ulus shirkat xo'jaligi hisobchisi
Nigoraxon Jo'rayeva o'zining yaxshi bir dil so'zlari bilan aziz dugonalarini, sinfdoshlarini tabriklashmoqchi. Marhamat Nigoraxon. Marhamat. Aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin. Fursat g'animatdir shoh satrlarla, bezamoq chog'i bu umr daftarin. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu yerda o'tirgan aziz sinfdoshlar, men sizlarni bugun bayramlaringiz bilan chin qalbdan tabriklayman. Kelgusi hayotlaringizda ham g'am tashvishsiz o'tishiga tilakdoshman. Rahmat. Katta rahmat. Katta rahmat Nigoraxon, iliq so'zlaringiz uchun. Sizga ham sog'lik, salomatlik, ishlaringizda hamisha ulkan zafarlar tilab qolaman. Bu baxtli damlarga yaxshilik guvoh. Guvohlik beradi yer va osmon ham. Allohdan rizo deb ochilar har qo'l. Ezgulik bog'inga gardlar qo'nmasin. Oppoq orzu bilan to'y boshlagan el, nikoh suvi to'la qasang sinmasin. Kelingizlar, azizlar, yana kechamizning tabrik so'zini qo'shaloq qilib, mana bugungi yubiley kechamizning aziz qatnashchilar nomidan hurmatli ukamiz Anvarjon Sangirovdan davramizga yaxshi bir tabrik so'zi eshitib qolamiz. Marhamat Anvarjon. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugungi yig'ilgan 78lar. Sizlarni bugungi yig'ilgan kunlaringga yetkazgan kunlar uchun bugungi 10 yillikka yig'ilgan kunlarga sizlarni ming marta tabriklayman. Albatta bugunga yetganlar bor. Ana shuning uchun sizlarga sog'lik, umr, kelajakda baxt saodat tilayman. Hozirgi mening niyatim davraga 78 taklif qilaman. Bitta chiroyli muzika bo'lsa-da, bitta o'yin bo'lsa endi. Rahmat raislar. Katta rahmat. Katta rahmat Anvarjon. Sizning ham ishingizga hamisha ulkan zafarlar tilab qolaman. Mol dunyosi bo'lmasa hamki, barcha noni bo'lsin yigitning, ko'ngli kabi ochiq va tanti, dasturxoni bo'lsin yigitning, so'zlaganda mast qiladigan, g'ayri dilni past qiladigan, alyorimda do'st qiladigan, til zaboni bo'lsin yigitning, qavmi bo'lsin ariday ahil, orasidan o'tolmasin qil, ezgu ishga bo'lsin bedaxil, shir yuragi bo'lsin yigit.